Assalomu alaykum obunachilar. Mana aka bizda bozorimizning arqa tarafi yangi qurilgan do'konlar mana. Akam do'koni, kraska do'kon ketgan. Buni qarang, manzarani, quyosh botishini. Juda chiroyli. Manzarani qarang. Shu joyga qo'shni qo'yib yuborsa, montaj qilib. Quyosh botish juda chiroyli bo'lyapti. Karavatlar bor bozorda. Shu narsalar ham chiqadi. Manzaraga necha baho? 5 ni belgilab ketaylik. Obunachilar, obuna bo'lishni to'xtamaymiz va kommentariya.